Xullas, oramiz ochiq. Ketsang ketaver. Qachon o'zi oramiz yopishib turgan? Oramiz oldin ham ochiqmidi? Bilmadim endi, ochiqmidi, yopiqmidi. Nimadir dedi? Yururing o'sha otlaringizga like bosib. Ha, siz ham Instagramga qo'ygan rasmingiz 10 mingta like yiqqan. Hammasini iboli, hayoli, mo'min qobil bola like bosmagandir. Endi bu meni karyeram. Ayol deganimda ko'zdan yiroq bo'lmaydimi? Erkak qancha asragani sari ayol o'zini jirtillatib reklama qilaveradi. Bo'ldi, gap ko'paytirmang. Rost oramiz ochiq ekan, bergan sovg'alarimni qaytib bering. Ya, sen menga sovg'a bergansan. Ha, bergan bo'lishim kerak. Shuncha bayram o'tdi-yu. Mana men senga aytaman-da, nima berganingni? 20 marta Magic Cityga bordik, ana suvga baqirish uchun, keyin 2 marta xuddiga bergansan. O'shanda pulim yo'q edi. Magic Cityga hammasiga o'zim to'laganman. Keyin bir marta Kashinoga bergansan, u ham teshik ekan. Uyga tushib qolib, ko'chada qolib ketganman. Voy, teshik ekanmi? Teshik emas,